adasi. Oh. Mana uni qarang. Uf, yana nima? To'xtang, sen kamera olsa. Qarang. Ketdik oshga. Hozir qaytgan adasi, bunga suvni olish kerak. Qara. Uni olib keling. Adasi, shunaqa har bir o'zbek yigiti shunaqa yeyishi shart. Mani og'zimni qaraganda, buni og'zini qaragin kattaligi. Krokodil bo'lib yotibdi. Krokodilmi? Yo'q, bunaqa bir repetitsiya qilib ko'ringchi bitta. Osh keldi. O'zingcha risolat, boshqa narsa ola qolaylik. Harakat. O'z sig'maydi uncha ovqat bilan og'zingga. Qarang. Mana qani adasi. Yo'q. Qo'shin nimaga adasi? Davay, qo'lda. Nima yomon qarasa? Yo'q, nima bu? Adasi ko'proq oling. Ko'pari olgan. Yo'q, adasi bu yaxshi bo'ling. Xuddi shunaqa chiqsa. Bismillah. O'zi bunaqa osh yeganmisiz? Qo'ldami? Ha? Yeganman, endi bu darajada emas, risolat. So'rayotgan narsaga qarasa. Adasi o'ttigini qila oldimi? Siz ham qila olasiz. Balki unaqa yemasdirmiz. Bo'ling. Yo, bismillah. Ko'tara oldingizmi oshni? Chiqib ketmadi. Oh. Ketdi. Qani? Qani bo'ldi? Rahmat adasi, siz uddalardingiz. Men sizni yaxshi ko'raman. Etixon qiziga obuna bo'lib qo'ysin. Mana obuna bo'lib qo'yinglar, qutlaylik. Rahmat.